Azizlar, demak, birinchi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa biz tuprog'imizni turi. Ikkinchi holatimiz bu o'sha tuprog'imizning zichlashgan qatlamining holati. Demak, bu nima uchun kerak deyilsa, ildiz rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi eng katta omillardan bittasi bu o'sha tuprog'imizning qatlamlari qanaqa holatdaligi, bu muhim. Bundan tashqari tuprog'imizning drenaj holati, demak, bu suvning singishi hamda ortiqcha suvning chiqib ketishi bilan ko'proq baholanadigan ko'rsatkichlardan bittasi hisoblanadi. Bundan tashqari oldingi ekin tarixi dedik. Ya'ni biz hozir ekadigan ekinimizdan oldingi ekin. Albatta bu biz ko'pchiligimiz bilamiz, almashlab ekish qanchalik muhimligini. Aynan o'sha ekinni turini tanlashda ham, almashlab ekishda ham juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerakligini bildiradi. Demak, birinchi tuproqni baholashda mana shu xususiyatlarga e'tibor berishingizni tavsiya qilib qolgan bo'lardik.